Assalomu alaykum, xayrli tong hammaga. Bugun hozir 5:29 yuvinib keldim. Endi g'ilmindan tayyor xamirni oldim-ku, o'shani g'ilminda qilib tayyorlaymiz nonushtaga, bolalarga, dadasiga, xudo xohlasa ulgursak. Gazni bu tomoniga sariq moy eritamiz, g'ilmindan botirib olish uchun. Tovani bo'shatib, moyni mana sitadan o'tkazib oldim. Chunki bularga atalat surgunimcha yetilib qoldi-da moy. O'shaning uchun sitadan o'tkazish kerak. O'tkazib oldim, lekin dadasinikini eriganda hali oq ko'piklar ketish kerak edi. Ketmasdan turib botirib berdim. Yeb ishga ketdi. Bu oq ko'piga kuyib bo'lgandan keyin o'tkazib oldim sitadan. Endi bunga mana bularni solib olamiz qaytadan gazni yoqib. Mana buni tovaga qo'yamizda tayyor bo'ldi mana. Bu o'ramda xamiri rosa zo'r chiqdi, yuqaligi ham zo'r chiqdi. Ham ichida ba'zi olganimizda kuyganlarni ichiga qo'yib yuborgan bo'ladi. Bu safar umuman kuygani yo'q, rosa zo'r chiqdi xamir. Ham shunaqangi yuqqa zo'r yoygan, o'zim yoyishga erindim va unim unchalik yaxshi emas-ku, o'shanga yoymay qo'ya qoldim, sotib olib qo'ya qoldik. O'g'limning o'rtog'i biznikida uxlab qoluvdi. Hozir qarasam turib ketyapti ekan. To'xta, yeymiz desam yo'q deb salom berib xayr qilib ketdi. Hozir orqasidan borib beraman. Bir uy narida yashaydi. Ha, Behruzga bor, ketib qoldi, o'tir desam. Sochingizga nima bo'ldi?
Ay bo'ldimi? Men qizim. Oling, ham qilib. Thank you deydi meni qizim. O'ynay. Thank you deb qo'yadi. Ha? Aka keldi. Akalar olib yenglar, olinglar. Mana bunday ushlab olsa. Ushlamni. Voy, молодецchi. Voy, aynan, osh bo'lsa. Mamlarga qarama. U yeyur. Bunchalik moy oqib turadigan qilmadim. Hozir issiqda rosa moyli bo'lmasin dedim. Osiyo laganga qo'y, moy oqyapti. Bu yoqqa qo'y. Bunday qilib ye. Kishdi. Bo'ldi. Tuzni juma kuni to'ldirish kerak deydi. Endi siz qaysi kun to'ldirasiz bilmayman. Men ham juma to'ldirardim. Bu o'tgan juma esimdan chiqib ketibdi. O'shanga endi mana hozir to'ldiryapman. Har to'ldirganda mana dedinglar. Tuz boylik, tuz sog'lik, tuz mehr, tuz muhabbat tilayman uyimga va oilamga va o'zimga deylar. Men shunaqa qilib to'ldiraman. Juma kuni qilish kerak. Faqat men kechikdim. Bu juma tuzim bor edi, solmadim. Somsaga xamir olamiz endi. Qilyapti. Nima qilyapsan? Dibi? Chalyapsanmi shu xo'rozni? Chalchi eshitaylikchi. Yaxshimi? Ana-ku Muhammad Ali chaldi-ku suv sovichiga. Yo'q, boshqasi. Bo'lmas. Buni shu qolib qo'yaman aytay.
Vaalaykum assalom. Salimjon, qayerga yurib qolding bolam? Sog'indik seni. Sen chiqmasang Temur ham yo'q, chiqmas ekan. Salim vereyim koysun. Akasi ketdi. Afiyet olsun. Canım kızım da çankırıp gittiniz mi? O canım kızım da meni. Kichkina kız. Kichkinacha. Voy, ne. Baba keldimi? Молодец babasiga. Yaxshi maydalanmagan bo'ladi mana shunaqa. Idishlarga ham so'rab ketganlar. Şuraya. Давай. Молодец, малlarımızga. Ha, pişi. Somsa yiysenmi? Pişse yiysen de endi. Somsa bereyim senga, hamirini cho'zib. Hamir yeysanmi? Sen mana charva olib qo'yganman, charva beraman. Kelmading-da, boya charva kesitganni olib qo'ydim ozgina. Somsani tubuq oldik.
Bugün yem solmaymiz. Ko'choq ko'payibdi. Bunun kichkina chanani sunabdi, kichkinaga ham tarvuz beraylik. Kepak. Buni bu qachon keyin berasan, sog' bo'lgandan keyin. Hozir berma, ko'rmasin. Aldım o ketib qolaman-da. Ha, oxiridami? Necha qo'raloq? Yemaydi. Yemaydi, yemayapti har kun. Ha. Bas veremem, hazır. Veremem diyemem bunu. Somsalar pishib chiqdi. Mana Osiyo yeyapti. Men cho'milib endi chiqdim. Meni kizim bugun nimagadir so'rini sveti kuyibdimi, bir narsa bo'pti. Ham qilyapsizmi? Qanaqa ekan Osiyo? Yaxshimi? Ha, yaxshi, osh bo'lsa. Tungi soat 11 bo'pti. Biz agaratga suv qo'yapmiz. Cholim kech keldi bugun ishdan. O'g'lim bilan men boshlab turdik, Kamron bilan. Keyin cholim davom ettirib chiqib ketdi, qarayman deb. Lekin bilmayman endi qachon qo'yib, qachon yotib dam oladi. Voy shunday makkalarim, baqlajonlarim suvsab, makkalar bariklari qayrilib qoldi. Baqlajonlar sarg'aymoqchi bo'lib qoldi. Chunki baqlajonlar tashiyotgan go'ngimiz tagida-da, o'shanga. Men Osiyo krem qilasan? Men ish qila. Ko'p qimirlarmi Osiyo? Shunga moz dadasini borib chaqirib izlab keldim, agaratan topolmadim. Suvni tepasini qaragan ketganmi? Mana Osiyo qizlaring yaxshi. Bir qara Osiyo. Hello de. Qara. Yaxshi, men bilan o'tiribdi. Hali uxlagan yo'q. 11 bo'ldi. Bugun somsa qildim. Xorazm nonidan qilish niyatim bor edi qachondan beri. Yuqa bo'ladi-ku, ustum dasturxonga taxlaydi, dasturxon solib, keyin yopib oladi. Bu yoqdan yopadi, keyin ustiga pomidor, chesnoklar ishqalab yeydi. Xullas, ashnaqa non orzu qilib yasovdim, baribir menda zuvala katta bo'pti. Nonlar yo yuqaroq yoymadimmi? Xullas, uncha chiroy chiqmadi. Esimdan chiqib ketdi, bittasi qoraroq, bittasi jigarrangroq, bittasi oqroq bo'lib ishqib pishirib oldim. Ertaga yetganda ko'rsam mana o'sha non deb. Endi moylar solib,
Ana sutlarga sedanalar solib qilganman. Lekin ko'rinishi bir ahvol bo'ldi-yu. Bunaqaligi Xorazmnikiga o'xshab chiroyli chiqmadi. Bo'ldi qizim, nima qilasan uni ochib? Endi uxlaylik endi qizim. Qilib qo'y, bay qilib qo'y. Osiyo, ammalar, seni ko'rmayapti, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kelib qol. Bay. Bay. Mana bu yoqqa qara, mana bu yoqqa qara. Shu yoqqa qara. Qanaqa qilib turibsan sen mana? Qani? Bay de. Bay. Asal qizim. Ana, bay qildi. Hammaga xayrli tun, yaxshi dam olinglar.